Estağfirullah. Fatabarakallahu ahsanul xoliqin. Bas eng go'zal yaratuvchi Alloh barakotli buyukdir. Mo'minun surasidan. Alloh azza va jalla yaratuvchi bo'lgan zot. Inson esa yasovchi. Alloh yaratadi, inson yasaydi. Yaratuvchi degani bir narsani yo'qdan paydo qilish. Va mana shu narsaning misli bo'lmaydi avval. Demak, Alloh taolo yo'qdan bor qiladi va mana shu narsaning misli bo'lmagan avval. Ammo inson yaratuvchida bo'lmaydi. Biz deydi ilmiy izlanishlar olib borib, paxtaning vilka chidamli bo'lgan manaqa navini yaratdik deydi. Bekalar aytibsan. Terminologiyada bu yaratdik deydi. Birodarlar, yaratdik degan so'z faqat Allohga yarashadi. Yaratdi degani faqat Allohga yarashadi. Bandalar yarata olmaydi. Bandalar yasaydi. Bir narsani bir narsaga qo'shadi, bir narsa chiqadi. Va bu chiqqan narsaning avval bir misli bo'ladi. Bu sal boshqacharoq, lekin avvalgiga o'xshagan bo'ladi. Demak, yaratdi degan so'zni insonga nima qilib bo'lmas ekan? Ishlatib bo'lmas ekan. Inson yasaydi, Alloh yaratadi. Alloh azza va jalla o'zining yaratgan mahluqotlari bilan odamlar o'zlari yasagan narsalarni taqqoslashlikka izn berdi. Nima uchun? Alloh taolo o'zini san'ati, qudratini odamlarga bildirib qo'yish uchun. Bandalar kim u? Alloh kim? Tushunishib olsin bandalar. Shuni bilishligi uchun, farqlashligi uchun. Mana insonni jasadida buyraklar bor. O'zbekchasi nima bo'ladi uni? Pochka, to'shna. Chunki buyrak desangiz, ba'zi bir odamlar tushunmasligi mumkin. Pochka. Insondagi mana shu pochkani oling. U mana shu insondagi qonni aylantirib tozalab berib turadi. Endi xuddi shu vazifani bajaradigan inson yasagan sun'iy buyrakni, sun'iy pochkani tasavvur qiling. Ko'rganmisizlar o'sha sun'iy pochkani qanchalar katta bo'lishini? Odam bolasi yasagan. Stoldek keladi. Xaladeniyda keladi. Avvalgilari undan ham kattaroq bo'lgan. Endi mana shu insonning qonini tozalab turishligi uchun, filtrlab turishligi uchun Alloh taolo insonga ato qilib qo'ygan buyrakni tasavvur qiling. Borligini ham bilmaysiz. Ishlayotganini ham sezmaysiz. Uxlayapsizmi, yuguryapsizmi, yeyapsizmi, o'tiribsizmi farqi yo'q. Ovozi ham chiqmaydi. Mana solishtirib ko'ring. Men mana shu pochkasi ishdan chiqqan odamlarga qilinadigan muolaja o'sha dialez nima deydi? Dialez qo'yadi. Haftada 2 marta, 3 marta boradi. O'sha stolida yotadi. 3 soat, 4 soat holatiga qarab 5 soatgacha yotadi-da, qonini o'sha dialez bir tozalab beradi apparat. Sun'iy pochkalar. O ham 100% tozalamaydi. Tushunyapsizlarmi? Nima degani bu? Alloh taolo nimaga meni yaratgan narsam bilan o'zingni yasagan narsangni solishtirib ko'r deyapti. Allohning qudratini, Allohning azamatini, Allohning yaratishdagi mukammalligini ko'rib olishligimiz uchun. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, biz agar o'zimizni jasadimizda turgan Alloh taoloning mo'jizalariga qarasak, tashqaridagi mo'jizalarga qarashga hojat qolmaydi. Shuning uchun hadisda aytiladi: "Man arofa nafsahu, arofa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, o'zini tanisa kimligini, Robbisini albatta taniydi. Biz o'zimizni taniymizmi? Odam bolasini ko'zi bilan eng oxirgi rusumdagi fotoapparatni taqqoslab ko'ring. Taqqoslab bo'lmaydi. Odam bolasi ixtiro qilgan robotni ko'ring-ku, uni qarshisidagi chivinni ko'ring. Chivin rizqini uchib yurib o'zi topib yeydi. Alloh yozib qo'ygan rizqini uchib yurar ekan, Alloh beradi unga. Unga zaryadga ham kerak emas. Unga perihodnik ham kerak emas. Unga shtaker ham kerak emas. Rizqini topib yeb uchib yuradi. Estağfirullah. Sun Allohillazi atqana kulla shay. Bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning ishidir, Allohning hunaridir. Yaponiyalik bir olim, mana shu robot yasaydigan bir olim islomda qabul qilganligi haqida gapiriladi. Sabab deb so'rasa, o'zini 2 yashar qizchasini qo'llarini, kaftidagi barmoqlarini harakatini ko'rib turib, o'zini yasagan robotlarni ko'rib turib, Allohni tanishiga shu narsa sabab bo'lgan deydi. Mahluqotlar komil suratda yaratilibdimi?
Demak, yaratuvchining tasarrufi ham komilligiga dalolat qiladi. Bir xil yasalgan ikkita bir asbob deylik. Haligi yasalgan narsani qarab turib, yasovchisini ko'rmasangiz ham baho bera olasiz yasovchi ustasiga. Yasagan ishini puxtaligiga, tekizligiga, chiroyligiga qarab turib, mana uni yasagan odam ustaroq ekan, mana bu eplamachiroq ekan o'zimizga o'xshagan deysiz. Ya'ni siz yasalgan narsaga qarab turib ko'rmasangiz ham yasovchisini bahosini bilyapsiz. Endi siz Alloh azza va jallani yaratib qo'ygan bu borlig'iga qarangda, yaratuvchi qanchalar qudrat egasi, qanday bir komil zot ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, ular mukammal qilib yaratildi. Allohning san'atini komil ekanligini ko'rdingizmi? Demak, uni tasarrufini ham komil deb qo'yavering. Mana shu darsimizni boshida aytdik-a. Alloh taoloning hamma ishi komil, adolatli, mutlaq adolatli. Ammo kuch-quvvatga to'lgan 35-40 ga kirgan yigit o'zini qariya otasini so'dirab urib ketayotganini ko'rganingizda, bu ishda qanaqa bir adolat bor? Bu ishda qanaqa komillik bor? Otasiga zulm qilib urib tursa, Alloh shunga izn berayotgan bo'lsa, qani bu yerdagi hikmat deb turib, ularning hayotidagi, ota-bolaning hayotidagi oxirgi seriyasini ko'rib turib baho beryapsiz. Siz avvalgi seriyalarni ham surishtiring-da. Bu kalta yeyotgan bolasidan oqsoqol o'zi qanaqa bo'lgan? Qanaqa inson bo'lgan? Otasiga qanaqa muomala qilgan? Qanaqa pul topgan? Qanaqa tarbiya bergan? Bolasini nima bilan boqqan? Agar avvalgi seriyalardan xabardor bo'lsangiz bu odamni, bugungi seriyasidagi ishni komil bo'pti, adolatli bo'pti, mukammallik bo'pti deb aytasiz. Tushunarlimi? Shuning uchun hayotda bo'layotgan ba'zi ishlarni ko'rib turib, Alloh nimaga izn beryapti shunga bo'lishiga? Alloh ko'rmayaptimi? Alloh bir shu narsaga bir rozi bo'lyaptimi degan savollar kelsa, hozirgi misolda ummatda hozirgi kundagi ahvoli achinarli birodarlar. Shundaymi? Shunday. Endi qanday musulmonlar shunday bir hol bo'lish kerak? Axir Allohni suygan bandalari ular desa, hozir gapni aytamiz. Ummatda 50 yil, 100 yil u yoqdagi hayotiga qaranglar-chi. Bugungi kunimiz o'sha avvalgi qiyab yashab o'tgan kunimizni mevasi bo'ladi, samarasi bo'ladi. Alloh komil zot. Alloh azza va jallaning hamma ishida mo'jiza bor. Osmonlarni yaratishida, parranda-yu darandalarni yaratishida, o'simliklar, insonni yaratishida ulkan mo'jiza bor. Alloh taoloning har bitta qilgan ishi, har bitta yaratgan narsasi mo'jiza birodarlar. Shuning uchun aytiladi, Alloh taoloning buyukligiga dalolat qiladigan oyatlar 3 xil bo'ladi. Kavniy oyatlar, takviniy oyatlar, Qur'oniy oyatlar. Kavniy oyatlar bu Alloh taoloning mahluqotlari. Qarang, koinot jim turadigan Qur'on deyiladi. Mushaf gapiradigan Qur'on deyiladi. Rasululloh tirik Qur'on deyiladi. Qur'on 3 ta deyiladi. Koinot jim turadigan Qur'on, qarasiz Alloh tanitadi, fikr qilsiz. Gapiradigan Qur'on bu qo'limizdagi mushaf. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayoti birodarlar tirik Qur'on. Kavniy oyatlar Allohning yaratgan mahluqotlari, takviniy oyatlar Alloh taoloning ishlari, Qur'oniy oyatlari bu Qur'oni Karim birodarlar. Biz Allohning zotini idrok qila olmasligimizni tan olishimiz kerak. Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka aqlimiz quvvati yetmaydi ekan deb tan olishimiz kerak. Shunda qalbimiz xotirjam bo'ladi. Inson ojiz. Allohning zot haqida fikr qilishi mumkin emas. Balki Allohning mahluqotlari haqida fikr qilsin. Chunki Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohni qanaqaligini aqlimga sig'dira olmayman ekan dedingmi? Allohni tanibsan. Shuning uchun Alloh taolo mahluqotlarim haqida fikr qilinglar, meni zotim haqida emas deyapti. Masalan, insonning aqlini taroziga o'xshatsak bo'ladi. Mana shunday keladigan, tilla tortadigan tarozi bor, tilla bozorda. 1 gramda 10 ga bo'lib tortib beradi, milligram deydi. Bu yarim kilogacha tortadi. Buni ham ati nima? Tarozi.
Keyin mana bu ho'l meva sotadigan aka-ukalarimiz 200 kilo, 300 kilo qoplab kartoshkani tortadigan asbob temati tarozi. Endi o'sha katta yuk mashinani ustida ko'miri bilan tortadigan asbob temati tarozi. Hammasi tarozi. Lekin o'sha bir mashina, katta yuk mashinadagi ko'mirni tilla tortadigan taroziga qo'ysa nima bo'ladi tarozi? Chegarasi bor ekanmi? Eng zamonaviy rusumdagi mashina sizni har qanaqa bir bezdorojyalardan olib yuradi. Qing'ir-qishlardan olib yuradi, tog'da oldiga kelganda to'xtaydi. Suvda oldiga kelganda to'xtaydi. Birodarlar, inson o'zini aqlini ojiz ekanligini tan olsa, Allohni topadi. Ruhingni nimaligini bilasanmi inson bolasi? Mana o'zing ishingda turgan ruh, o'rgana olmaysan, bila olmaysan. Va yasalunaka anir ruh Qulir ruhu min amri robbi va ma utitu minal ilmi illa qalil. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan ruh haqida so'rashadi. Ayting, ruh Robbim ilmidan. Sizlarga juda ham oz ilm berildi. Xulosa, Allohning zotini biz idrok qila olmas ekanmiz, aqlimizning quvvati yetmas ekan deb tan olsak, jonimiz orom oladi. Biz to'g'ri yo'lda turgan bo'lamiz. 3 ta doira. His qilinadigan narsalar doirasi, aql yuritiladigan narsalar doirasi, xabarlari kelgan narsalar doirasi. His qilinadigan narsalar doirasi. Nima bu? Insonda mana his qilishlik organlari bor. 5 ta. Ko'rish, eshitish, hid bilish, tan bilish, haroratni his qilish. Mana shu a'zolarimiz bilan his qilamiz. Mana shu narsalarni idrok qiladigan asboblarimiz his organlarimiz. Demak, biz his qilish a'zolarimiz bilan idrok qiladigan narsalarni o'zi ham bo'ladi, izi ham bo'ladi. Masalan, ko'ramiz, eshitamiz, hidini sezamiz, ta'mini bilamiz, haroratini his qilamiz. Ko'zimiz ko'rib turibdi, quloqimiz eshitib turibdi, qo'limiz bilan ushlaymiz. Uni izi ham bor, o'zi ham bor. Bu doiradagi ishonch vositasi his qilish organlari. Ikkinchi doira aql yuritiladigan narsalar doirasi. Bu doiradagi narsalarni o'zi ko'rinmaydi, ammo izi bor. Aqlingiz bilan topib olasiz. O'zini ko'rmayapsiz, lekin aqlingiz bilan topib olasiz. Bu doiradagi narsalarni idrok qilishlik asbobi nima ekan? Aql ekan. O'zi yo'q, lekin izi bor. Masalan, tuproqning ustida g'ildirak izlari turibdi. Izga qarab turib, aniq aytasiz. Bu yerdan nima o'tibdi? Mashina o'tibdi. Mashina bormi? Yo'q. Qayoqdan bildingiz mashina o'tganini desa, izidan deysiz. Bu aqlingiz bilan topadigan narsalar. Endi izini kengligiga, torligiga qarab turib, mashinani, yuk mashina yoki yengil mashinalarni aytasiz. Yerda tezak yotibdi. Demak, bu yerdan aqlingiz aytayaptiki, bu yerda sigir o'tgan deyapti. Ikkinchi doira aql yuritadigan narsalar doirasi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar doirasi. Bularni o'zi ham bor, izi ham bor. Bu narsalarda his qilishlikda bizni 5 ta his a'zoyimiz ishlaydi. Ikkinchi doira aql yuritadigan narsalar doirasi. Unda izi bor, o'zi yo'q narsalar haqida. Bu doiradagi narsalarni idrok qilish asbobi aql. Shuning uchun aytamizda, Alloh taoloni ko'rish mumkin emas. Alloh taoloni yaratib qo'ygan narsalari mana shu izlar. O'z-o'zidan mukammal bir komil surati yaralgan yer shari, undagi tog'lar, undagi daryolar, daraxtlar xilma-xil. Bular o'z-o'zidan yaralib qolgan desa, aql qabul qiladimi shuni? Million yillar natijasida bitta deydi kletka paydo bo'lgan. Keyin kletka 2 ga bo'lindi deydi. Keyin 3 ga bo'lindi, 4 ga bo'lindi, qarabsizki inson paydo bo'ldi deydi. Boshini qarang-da, bosh chataq o'zi. Dengizda suv deydi borib turib toqqa urildi deydi, toshga, shundan deydi mikrob paydo bo'ldi deydi. Xo'p, o'sha yerdan boshlayapti istoriyasini. Bu shu darvinistlar. Savol: suv qayerdan keluvdi? Toq qachon paydo bo'luvdi? Bo'ldi, to'xtaysiz. Bu xudosizlarning falsafasi, xudosizlarning ordiga qo'yayotgan hujjat dalili puf deganga yaramaydi, birodarlar. Shuning uchun aytamiz, biz Alloh taoloni ko'rishimiz mumkin emas, ko'ra olmaymiz. Ko'zlar idrok qila olmaydi. Ammo aqlimiz bilan Allohni topishimiz mumkin.
Shuning uchun Alloh taolo yuzlagan oyatlarda aql yuritmaysizlarmi, tadabbur qilmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi deb siz bilan bizga xitob qilgan. Aql ishlatishlik kerak. Alloh taoloni zotini idrok qila olmaymiz, ammo aql yuritib uni borligini bilamiz, sifatlarini, qudratini taniymiz. Al-aqlu murtabitun bil voqi. Aql voqelikka bog'langan bo'ladi. Aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Bundan 100 yil, 200 yil burun yashagan odamga mana shu 10 ta xonada turgan kitobni hammasini mana shunday jihozga joylab qo'yish mumkin bo'ladi desa, 200 yil burun yashagan odam qabul qilarmidi? Aql qabul qilarmidi? Qabul qilmasdi. Endi-chi? 100 minglagan kitobni tirnoqdek keladigan fleshkaga joylab qo'ysa bo'ladimi desam, hozir ha deysizlar. Demak, u davrdagi odamlarning aqliga bu narsa to'g'ri kelmas edi, ammo hozirgi davrdagi odamlarning aqliga to'g'ri keladi. Shuning uchun aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Agar 100 yil burun, 200 yil burun yashagan odamga okeanning yog'ida turgan odam bilan ko'rishib gaplashish mumkin desa, qabul qilarmidi? Seni jinnilikda ayblardi. Ammo hozir aql bu narsani qabul qiladi. Demak, aql nima ekan? Demak, aql voqelikka bog'liq ekan. Xulosa, ilm rivojlanishi davomida avvallari aqlga sig'magan narsalar keyinchalik aqlga sig'adigan bo'lib qoladi. Aql voqelikka bog'langan degani ma'nosi shu. Odam oyga qarab uchadi, dengizga sho'ng'ib, haftalab, oylab suv to'yida qolib ketadi, keyin tirik chiqib keladi. Onani qornidagi bolani o'g'il bola, qiz bolaligini aytish mumkin degan gaplarni aytsa, odamlar avval qabul qilmas edi. Ammo ilm fan bu narsani aqlga sig'ishligini mana ko'rsatib berdi. Birinchi doiramiz his qilinadigan narsalar doirasi, 5 ta his qilish a'zoyimizni ishlatamiz bu yerda. Birinchisini o'zi ham bor, izi ham bor. Ikkinchi doira aql bilan topiladigan narsalar doirasi, aql bilan yuritiladigan doiradagi narsalarni o'zi yo'q, izi bor. Bu doiradagi asbob nima ekan? Aql ekan. Endi uchinchi doiramiz xabarlari kelgan narsalar doirasi. Bu ma'lumotlar deyiladi. Bu eng mushkula bo'lgan doira, birodarlar. Chunki bu doiradagi narsalarni o'zi ham yo'q, asari ham yo'q. O'zi ham yo'q, izi ham yo'q. Nima u? Qaysi narsalar desa, qiyomat alomatlari. G'ayb olami. Qiyomatni kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Farishtani kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Endi bu doiradagi narsalarni idrok qilishlikdagi asbob qaysi? Ishonch, iymon deyiladi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar, ikkinchisi aql bilan topiladigan narsalar, uchinchisi rost xabarlar doirasi. Mana shu uchala doirani birodarlar birini ikkinchisiga aralashtirmaslik kerak. Shu uchala doiradagi narsani farqlab olsangiz, sizni biror iymon e'tiqodingizni shubhaga sola olmaydi. Agar uchala doiradagi narsani idrok qilib oladigan bo'lsangiz, qalbingiz taskin topadi, ishlar o'rniga tushadi. Oxirat kunini dalili Alloh taoloning bizga bergan xabarlari. Dunyo ishlarini his qilasiz. Chiroyli mashinangiz ko'zga ko'rinadi, yangi imoratingiz ham ko'rinadi, mazali taomni tatib ko'rasiz, xushbo'y atini hidlab ko'rasiz. Ammo oxirat, jannat, do'zax haqida kelgan narsalarni avvalgi ikkita narsa bilan topa olmaysiz. His ham qilmaysiz, izini ham ko'rmaysiz. Mo'minning mo'minligi ham shunda-da. U hayvon ham ko'zi ko'rgan narsaga ishonadi-da. Valal axiratu xoyrun laka minal ula. Ey Muhammad alayhisalom, albatta oxirat siz uchun dunyodan yaxshiroq dedi. Shu yerda iymon e'tiqodi yo'q odam, oxiratga iymon keltirmagan odam naq turgan dunyo qadayu, sizlar aytayotgan yo'q, bo'lishi mumkin, mumkin bo'lmagan narsa qayerda deydi. G'aybga iymon keltirishlik birodarlar ulug' narsa. 3 ta doirani gaplashyapmiz. His qilinadigan, aql yuritiladigan va ishonchli xabarlar doiralari. Faraz qiling, Bishkekka qarab ketyapsiz. Perevalda avvalga yetganingizda mashinangiz bilan yozib qo'yibdi. Ko'chki bor. Qor surilgan, yo'l to'silgan, ortingizga qayting.
Nima qilasiz? Hali ko'rmadingiz. Nima qilasiz shunda? Qarangda, o'sha qor ko'chgan yergacha hali 20 kilometr bor. Shuncha yo'l ochiq, nima qilasiz? Albatta ortingizga qaytasiz. Nima uchun? Ishonchli xabarni topganingiz uchun. Ana shu ikki og'iz gap sizni orqaga qaytardi. Mana shu narsa g'aybga ishonish deyiladi. Tushunarlimi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'aybga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. 3 ta narsa aytilyapti. G'aybga ishonadi, namoz o'qiydi, infoq qiladi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun namoz o'qiydi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun qaytib kelmasa ham savob joyiga sarflayveradi. Chunki nima qiladi u? G'aybga ishonadi. Birodarlar, g'aybga ishonishlik juda katta narsa. Masalan, bir odamga infoq ihson qil, Alloh ziyoda qilib beradi desa, ishonmaydi-da boyaga sodiq xabarga. O'shuning uchun undan ko'ra ushlab turaman pulim o'zim bilan deydi. Ammo Alloh taolo aytayapti hadis qudusiyda: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, infoq qil bandalarimga. Men ham infoq qilaman desa, g'aybga ishonmaydi-da u. O'shuning uchun infoq qila olmaydi. Va kechasi bir 40 kun tahajjud o'qi, hayotingdagi o'zgarishni ko'rasan desa, ishona olmaydi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal duosini o'qiganda bir ixlos bilan Alloh qarzlaringdan najot beradi desa, undan ko'ra bir $50 ber deydi. Mo'minning farqichi? G'aybga ishongani uchun namoz o'qiydi, g'aybga ishongani uchun qiylanib topgan pulini nima qiladi? Uy domla deyapti bir hoji akamiz, o bir 15 yillar bo'lib ketdi, o'tib ketdi odamlar rahmatli bo'lib. Masjidga pul sarflaganimdan beri deydi, aslatga qolmayapti tovarimda deydi. Mana endi ko'ribdi. Mana endi ko'ribdi, his qilibdi-da, aslatga qolmayapti. G'aybga iymon keltirish, birodarlar, seni oqilliging va ulug'ligingga dalolat qiladi. Fa robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Zolimlar zulm qilyapti, jazosi olmay ketyapti bizning ko'zimizda. Bizning nazarimizda. Mazlumlar zulmni ko'rib turib, yana o'zini yurtida bir musibatlarga qolib turib, yana aybdor bo'lib turibdi. Ko'rib turibmiz buni. Shunda qolib ketaveramikin deysizda. Alloh taolo aytayapti: Robbingiz nomiga qasamki, albatta ularni hammasidan qilib o'tgan ishlari haqida aniq so'raymiz deyapti. O'shuning uchun mo'min odam xotirjam bo'ladi, unga biroz zulm qilsa, haqqini ola olmasa, haqqini yeb ketsa, qiyomat bor u deydi. Aka deydi, usta. Akaxon deydi. Men siz bilan qirqishib talashgani toqatim ham, kuchim ham, vaqtim ham yo'q. Bersangiz dunyoda olaman. Bermasangiz qiyomatda olaman, lekin aniq olaman, xotirjam bo'ling deydi va ketaveradi. Va xotirjam keting o'zingiz. Ilojligidan aytib qo'yib ichingizda yo'q, aytdingizmi? Endi bersa olib kelsa dunyoda olasiz, bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Boyaga odam agar qiyomatdan umidi bo'lsa olib borib beradi pulingizni. Alloh aytdi, birodar, sen ishonding, g'aybga ishonding. Oxiratni ko'rmasang ham ishonding, eshitmasang ham ishonding, rost xabarni nima qilding? Tasdiqlading. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini poklang. Allohning komilligi mutlaq, insonning komilligi esa nisbiy. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi. Asmaul husno silsila darslarimizdan navbatdagisi. Alloh taoloning go'zal ismlaridan Al-A'la ismini o'qiyotgan edik. Bugun 3-darsimiz. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringiz nomini har qanday ayb va nuqsondan poklang. Al-A'la, hamma narsadan oliy, eng oliy zot. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma hdini
fi man hadayt. Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigor, meni sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. 4 ta ne'mat. Hidoyat, sog'liq, kifoyalilik va tinchlik. Mana shu to'rala ne'matni Alloh taolo qaysi bandani ustida jamlagan bo'lsa, shu bandasiga ne'matini to'liq qilib beribdi. Endi mana shu to'rala ne'matning ichida eng avvalgisi hidoyat turadi. Hidoyat degan ne'matni bir raqami bilan belgilaylik. Orqasidan sog'lig'ini 0 deb yozaylik. Demak, bir odamga Alloh hidoyat va sog'lik bergan bo'lsa, 10 raqam bo'ldi. Endi buni yonboshiga kifoyalik, bir narsaga muhtoj bo'lmaslik degan ne'matni berdi. Uni ham bitta 0 deylik. 1, 2 ta 0, 100 bo'ldi. Endi Alloh taolo buning orqasidan tinchlik ne'matini berdi. 1, 3 ta 0, 1000 bo'ldi. Hidoyat, sog'liq, kifoyalik va tinchlik. Shunday qilib, shu nollarni yozib ketaylik. Solih ayol bitta 0. Salohiyatli farzandlar yana bitta 0. Keng hovli yana bitta 0. Shunaqa qilib yozib ketaversak, kimdadir 100 ming bo'ladi raqami. Kimidir raqami 10 million bo'ladi. Endi mana shu 10 millionni oldidan birni olib qo'ysangiz, nechi qoladi? 0 qoladi. Shuning uchun birodarlar, bir insonni Alloh taolo hidoyat bilan ne'matlamagan bo'lsa, hidoyat bermagan bo'lsa, qolgan dunyodagi hamma kengchiliklarni bergan bo'lsa, bu odamga berilgan ne'mat to'liq deyilmaydi. Ali ibn Abi Talib aytadi, kimga Alloh taolo hidoyat, sog'lik, kifoyalik va tinchlikni ato qilgan bo'lsa, bas bu bandasiga Alloh ikrom ko'rsatibdi. Bu kishi uchun dunyo ne'matlari to'liq berilibdi. Hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, muhtoj bo'lmaslik va tinchlik. Bormi shu ne'mat ustimizda? Alhamdulillahi robbil alamin. Juda ko'pchiligimiz ustimizda bor bular, faqat bularning ne'mat ekanligini his qilmaymiz-da. Bir odamga tirikchiligingiz nima bo'lyapti desa, Xudoga shukr, yetib turibdi deydi. Demak, Rasulullohning duosi siz ustingizga ijobat bo'libdi deysiz. Siz qanday deydi? Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi, payg'ambarimizning duosi, u zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan degan ekanlar. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekanlar. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Seyfda yo'q, divantayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'libdi. Demak, hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, tinchlik ne'mati kimga berilgan bo'lsa, dunyoning ne'mati komil qilib berilibdi. Bu Ali ibn Abi Talibning so'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qaranglar-da birodarlar, biz noshukurmizda, biz g'ofilmizda, biz insonmizda unutuvchi. Rasululloh aytibdilar. Imom Buxoriy va Termiziydan keltirilgan hadis: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya." Sizlardan qaysi biringiz qalbi xotirjam tong ottirsa, demak yurti tinch, boshida tomi bor, yotadigan ko'rpasi bor. Muafa fi badanihi, jasadi sog'lom bo'lsa dardlardan. Va indahu quta yawmihi, o'sh kunga yetadigan ovqati bo'lsa. Bas go'yoki butun dunyo uning qo'l ostida jamlanibdi. Kiminglarda yo'q shu narsa, aytinglarchi? Yurtingiz tinch, boshingizda tomingiz bor, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Hammamizda bor bu. Hammamizda bor. Mana shu odamni payg'ambarimiz dunyodagi eng xotirjam boy odam deb aytayaptilar. Ammo bizni tasavvurimizdagi eng xotirjam boy odam kim? Puli ko'p odam. Rasululloh aytayotgan tasavvur o'lchov tushuncha bir xil bo'lyapti, bizniki boshqacha bo'lyapti. O'shuning bir insonning xotirjam bo'lishligi, hayotda saodatli yashashligi puliga bog'liq emas. O'lchov tushunchasiga, tasavvuriga bog'liq.
Bu hadisda zikr qilingan omonlik birodarlar, iymoniy omonlik deyiladi. Haqiqiy omonlikka kim erishadi? Iymoni bor odam. Alloh taolo aytadi, agar bilsangiz aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. An'om surasi. Mana shu oyatda ulaykal amnu lahum deyilganida omonlik bularga ham va boshqalarga ham bo'lardi. Lekin oyatda ulayka lahumul amn, omonlik ular uchun deyildi. Iymoni bor odam uchun omonlik bo'ladi hayotda. Iymoni yo'q odamga omonlik bo'lmaydi. Garchi yurti tinch bo'lsa ham, garchi sog'ligi bo'lsa ham, garchi puli bo'lsa ham, iymoni yo'qmi? Bu odam xotirjam yasholmaydi dunyoda. Buni Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti. Ana shu omonlikka ega bo'lishligi uchun, hayotda saodatli umr kechirishligi uchun inson qancha mehnat qilish kerak? Qarang, ismingizni oldiga doktor degan bitta so'zni qo'shib aytishlari uchun 30 yil mehnat qilasiz. Doktor falonchi, doktor falonchi, professor falonchi. Shu ismingizni oldiga doktor yoki professor degan bitta unvonni, laqabni olishlik uchun 30 yil umringizni sarflaysiz. Endi oxirat uchun, abadiy saodat uchun, Alloh taolo o'zini bandalarga tayyorlab qo'ygan jannat uchun ana shu narsaga yetishgani necha yil mehnat qildingiz? Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda, o'zimning solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonlarning aqliga kelmagan ne'matlarni tayyorlab qo'ydim. Ana shu ne'matga erishishlik uchun necha yilingizni sarfladingiz? Hidoyat. Bu inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taoloning bir bandaga berib qo'ygan hadiyasimi? Hidoyat inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taolo shunday hadiya qilib berib qo'ygan narsami? Agar hadiya desangiz, Alloh manolarga hidoyat beribdi, manolarga bermabdi. Unda baxillik qilib qo'ygan bo'ladi-yu. Parvardigor, sen hidoyat bermagansan desang menga hadiya edi. Allohga beribsan, bizga bermabsan. Endi nimaga bizni do'stlarga kirgizasan deydimi? Hadiya emas ekan demak. Nima ekan unda? Mehnat ekan, mashaqqat ekan, harakat ekan, vaqt sarflash ekan. Hayotingizda bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta mehnat qilish shart. O'z-o'zidan hech narsa kelib qolmaydi. Qorin kattayib ketdi. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Quvvatsiz bo'lib ketdingiz. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Arzimagan bu dunyoda ozgina matohiga erishishlik uchun mehnat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ulug' bo'lgan ne'mat hidoyatga erishish uchun mehnat qilmaslik kerak deb o'ylaymizmi? Ilm bo'ladimi, hunar bo'ladimi? Albatta odam bolasi davomiy suratda uzoq muddat mehnat qiladi, shu narsaga erishadi. To'g'rimi? Mana shu aqldan. Alloh azza va jalla aytadi, astagfirullah, inna hadaynahu sabila imma shakiron va imma kafura. Dar haqiqat biz uni, insonni, xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin va xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Hidoyat qilsa ham biri kofir, biri mu'min ekan. Boshqa oyatda va likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat deydi. Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor. Bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Nozik nuqta. Mana hozir men sizlarga bergan savolning javobi. Ayrim odamlar hidoyatni Alloh tarafidan beriladigan ato, hadiya deb tasavvur qilishadi. Bo'yiz, rangiz, ko'zingiz rangi, sochingiz Allohning atosi. Siz bu yerda hech narsa qilganingiz yo'q, Alloh shunday berdi. Qaysi zamonda yashashingiz, kimning farzandi bo'lishingiz bu ato. Bunga hech qanaqa aloqangiz yo'q. Bu ato. Endi undan tashqari narsalar birodarlar mehnat. Uyda jim o'tiradi-yu, Alloh taolo "Men senga bandam hidoyati" deydi-da, keyin taqvodor bo'lib qoladi. U hech narsa qilmaydi-yu, jonini qiynamaydi. Shu to'g'ri tasavvurmi?
Kim aytdi bunaqa bo'ladi deb? Alloh insof beribdi-da, namoz yiqilib qolibdi. Bizga ham insof bersa yiqilib qolarmiz. Alloh hidoyat qilibdi-da, to'g'ri yo'l yurib qolibdi. Bizga ham hidoyat bersa bo'lib qolarmiz. Birodar, adashyapsan shu yerda. Hidoyat Alloh berib qo'yadigan hadiya ato, padarka emas. Sen qo'lingni cho'zasan, mehnat qilasan, vaqtingni sarflaysan, Alloh ine beradi buni. Alloh seni ham hidoyat qilgan. Qaragin-da. Koinotni yaratdi-da, qara unga dedi. Anbiyolarni yubordi, kitoblarni nozil qildi, Qur'onni oramizga tushirib qo'ydi. Alloh hammamizni hidoyatli bo'lishga imkoniyatimizni bir xil qilib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi nima haqida gap ketyapti? Allohga to'ngamanglar, o'zingizlarda zalolat yurganinglarda. Ey birodarlar. Sizni birov bo'yningizdan baylab araq ichirmayapti. Siz o'zingiz qilyapsiz uni. Inna alayna lal huda. Alloh taolo aytadi, shak shubhasiz hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Nima degani bu? Inna alayna lal huda. Lafzi jalolo bo'lgan Alloh kalimasi oldida ala kelsa, alalloh bo'lsa, shu narsani Alloh o'zini zimmasiga olganligini bildiradi. Va alallohi qasdus sabil deydi Alloh Qur'onda. To'g'ri yo'lga hidoyat qilish yolg'iz Allohning izmidadir. Yana bir oyatda va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. O'rmalaganki jonivor bor, uni rizqi Allohning zimmasida. O'rmalaganki jonivor rizqi bormi? Alloh beradi. Alloh yetkizaman dedi, o'zini zimmasiga oldi. Xuddi shunga o'xshagandek hidoyat qilishni ham Alloh o'zini zimmasiga oldi. Shak shubhasiz insonlarni hidoyat qilish bizning zimmamizdadir. Hidoyat qilish Allohdan, qabul qilish bandadan. Qur'onni tushirib qo'ydi, payg'ambarlarni yuborib qo'ydi, koinotni yaratib qo'ydi va oramizda Allohning diniga da'vat qilib, sizni hidoyatga chaqiradigan odamlarni qo'yib qo'ydi. Sizga taklif qilindi hidoyat, birodar. Allohdan taklif, bandadan qabul. Hidoyatni taklif qilib qo'ygan joyda bandalar qabul qilmasdan Alloh bizga ham insof bersa tasharimiz deyotgan bo'lsa, bu gunohini. Bular tushurani ham sanabdi. Bitta misol bilan tushuntiramiz. Mashinalarda radio bor. Radio efirni tasavvur qilinglar. Demak, falon to'lqindagi falon radio stansiya o'zini eshittirishni boshladi. Kim xohlasa shu radio stansiyani to'lqiniga, shu radio stansiyani to'lqiniga priyomligini moslaydi-da eshitishi mumkin. Hamma imkoniyat bir xil. Shunda bir odam aytsa, "Yo'q, u radio stansiya meni priyomligimga alohida to'lqin yuborsa, keyin eshitaman" desa. Aqldan bo'ladimi? Efir ketyapti, xohlaganlar eshityapti. Birozdan keyin efir tugaydi, eshitgan eshitdi, eshitmagan eshitmadi. Lillahil masalul a'la. Alloh taoloning hidoyat degan efirini Alloh taolo dunyoga teng yayib qo'ygan. Bizning radio priyomniklarimiz nastroyka qilib uni eshitmaslik ixtiyorimizda. U efir qiyomatgacha turadi, faqat biz o'lamiz, biz uchun tugaydi. Eshitgan bo'lsangiz, qabul qilgan bo'lsangiz yutdingiz, aks holda yutkizdingiz. Shuning uchun eslaylik qilib Alloh xohlagan ish bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh xohlamagan ish bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Demak, meni Alloh benamoz bo'lishimni xohlabdi-da, o'shuning uchun benamoz bo'lib yuribman deb falsafa o'qiydi. Bir urasiz tumshug'iga. Nimaga urding desa, hozirgi falsafani qaytarasiz. Alloh xohlagan ish bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh xohlamagan ish bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Demak, seni buningni sinishni ham Alloh xohlabdi. Nimaga tashlayapsan menga deysiz. Umar ibn Xattobni oldiga o'g'rini olib kelishdi. Qarang-da, subhanalloh. Ya amiral mu'minin, qazo qadarga Alloh o'g'illik qiladi deb yozgan ekan. Allohning yozganini qildim. Endi Allohning yozganini qilsam, meni qo'limni kesasizmi dedi. Ha, Alloh seni qo'lingni kesishligini ham yozgan deb qo'lini kesgan ekan. Demak, birodarlar, hidoyat Alloh tomonidan taklif qilindi. Bandalar endi nima qilish kerak? Qabul qilishligi kerak. Agar hammani Alloh taolo majbur mo'min qilib qo'yganida, unda jannatga kirishning nima hojati bor edi? Hech narsa qilmadi-yu. Bir bandani Alloh taolo majbur kofir qilib qo'ygan bo'lsa, uni ixtiyorisiz do'zaxga kirishlikda qada adolat bo'lar edi.
Shuning uchun insonlarning iymonga kelishi yoki kofir bo'lishini Alloh taolo taqdirga bitgan. Imom Azam aytadi Fiqhul Akbarda katabahu bil vasf la bil hukm deydi. Bir insonni kofir mo'min bo'lishligini vasf qilib yozdi, hukm qilib yozmadi. Kofir bo'lsin demadi. Agar kofir bo'lsin deganda hukm bo'lardi, uni jazolash to'g'ri bo'lmas edi. Balki vasf qildi. Kofir bo'ladi, mo'min bo'ladi o'zining ixtiyori bilan. Taklif qilinganda qabul qiladi. Demak, mo'min bo'ladi. Alloh buni bilib yozib qo'ydi shuni. Hidoyatni Alloh taolo bandalarning orasiga tushirib qo'yibdi. Qur'on bor, sunnat bor, ulamolar bor, darslar bor. Aytish mumkin bo'lsa, hidoyat efiri ketyapti. Siz o'zingizni radio programmangizni o'sha efirga moslang. Izlang, eshiting, fikr qiling, vaqtingizni sarflang, kuchingizni sarflang. Hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Javob chiqdimi savolimizga? Hidoyat Allohning hadyasi ekanmi? Yoki banda mehnat qilib, vaqtini, umrini sarflab erishadigan narsa ekanmi? Ikkinchisi ekana, hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum.